Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugün çizdak 2023 yıl 2. ayının 18. gün hafta şembe. Mavzu mundaq vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi vakillar umigi Ukrainani kurash aeroplan bilan ta'minlashni qo'lladi. Mavzuli xabar 2. ayning 18. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Taxminan 50 nafar davlat majlisi a'zolaridan tashkillangan vakillar umigi vaqti 3 kunlik Myunxen xalqaro bexatarlik yig'ini ochilish murosimi qatnashdi. Amerika Davlat Majlisida ishga partiya mansublarining Ukrainani qo'llaydiganligini qayta sharhladi. Bu katta gap. Amerika Davlat Majlisida 50 nafar kishi Myunxen yig'iniga berib qatnashib, Ukrainani qo'llaydiganligini. Bu 50 nafar Davlat Majlisi a'zolarining bir qismi Demokratlar Partiyasi mansubi, bir qismi Cumhuriyetçiler Partiyasi mansubi. Demek Ukraina meselesinde Davlat Majlisida ikki partiyaning ko'z qarashi birdek. Arlıqda tashviqotlarda nima keldi deseniz, Cumhuriyetçiler Partiyasi Ukrainaga davomli yordam berishni qo'llamaydi deydigan so'zlarni kelgan vatandaş. Biz sizlarga so'zlamadik. Endi bugun natija shu bo'ldiki, Amerika Davlat Majlisida ikki partiya mansublari 50 nafar kishi Germaniyaga Myunxenga berib, Myunxen yig'inida Ukrainani qo'llaydiganligini, hatto Ukrainani kurash aeroplan bilan ta'minlashga qo'shilganligini. Bu katta gap vatandaş. Qayt şerli Demokratlar Partisi dahilleri ve bu Cumhuriyetçiler Partisi mensuplari dahilleri hem Avam Palata, Kengeş Palata a'zolaridan tashkillangan 4 gruppa vakillar umiki bir necha yüz, yani dünyanın her qaysi joylaridan Myunxenga yetib kelgan siyosiy arboblar bilan harbiy amaldorlar va diplomatlar bir yerga jam bo'lib, bu qatam Myunxen bexatarlik, xalqaro bexatarlik yig'inida qatnashdi. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Amerika vakillar umigi Myunxen bexatarlik yig'ini 1963 qurilgandan boshlab bütün bu yig'inga qatnashgan eng çoğun vakillar umigi 50 nafar Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Partisi'nin terkip tapkan, partiyanın mensuplerinden terkip tapkan Devlet Meclisi a'zolari. Bu 63 yıldan 1963 yıldan hesaplaganda eng zo'r vakillar umigi bo'lib sanaldi. Rossiyaning Ukraina tajovuz qilib ko'rishi NATO ve Avrupa'nı ittifaklaştırdı. Ve bunların ittifakını müstehkemledi. Şundakla Amerika Devlet Meclisi a'zolarini ittifaklaştırdı. Senatör Mitch McConnell Germaniyanın konservatif siyasi erbapları bilan ko'rishgandan keyin Reuters agentligi muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Biz bugün bu yerde bu qatimki Myunxen yig'iniga ve bütün dunyoga barliq kishilarga aniq bir signal tarqatdi. U bo'lsa-mu Amerika ikki partiyaning birdek mensuplari, ikki partiyaning birdek fikr asosida Ukraina
beradigan barlıq, yordam beradigan barlıq tirishchanliklarini qo'llaymiz. Demokratlar partisi Amerikada Demokratlar partisi tizginlab turgan, ya ko'p sonliqni egallagan Kengash palatasi Mitch McConnell Kengash palatasida doyi Mitch McConnell Cumhuriyetçiler Partisi mensubu bir partiyanın ama doyisidir. Bir gruppa iki partiya mensupları Prezident Joe Biden'a Ukrayna'nı F-16 köreşçi aeroplan bilen təminləşə yetakçilik qıldı. Bu rəhbər Avam Palata əzası 2. ayının 16. günü Prezident Joe Biden'a xət yazıb, siyaset axbarat doğru da bu yazılan xət ilan qılındı. Ola xətdə mündaq dedi. Kiev, yani Ukrayna talep qilib erişməkçi bolğan, lekin Amerikada memuru dairle berişke hazırgacha qoşulmagan zamonaviy köreşçi aeroplan bilen Ukraynaga yordam berilse mümkün ki bu yıl Ukrayna hava boşluğunda hal qılğuç ahmiyetki bir iş 100 berdiganligini bizim bu deginimiz ve bugün şunu qılalısak 100 berdiganligini ispatlap berdi. Aeroplan bilen Ukrayna'nı təminləş, Ukrayna hava boşluğunu qoğdaş üçündür. Yani bir yerde ihtiyaçcan cuma, biri qoğdaş, biri hücum. Hücum degen sözünü işletmek, bu aeroplan yani F-16'nı Ukrayna'ya yardım kılıp beriş, Ukrayna'nın hava boşluğunu qoğdaş üçündür. Ve arlıqda bir iki qatim silahı müş doğrudu sözlügen idi. Aeroplan, yani köreşçi aeroplan F-16'nı Ukrayna'ya beriş hazır muhakeme üstüde ketivatıdı. Oyluşuvatıdı. Ötkende tanklarına kandak bargeldiği doğru silahı sözlep bulduk. Endi F-16 Ukrayna'nın hava tebelik, hava boşluğunu qoğdaydı. Şundakla Rusya-Ukrayna uğraşının vaziyetini hem özgertüyüdü vatandaş. Özgertüyüdü. Bugün kelgen haberlerinin katardı. Yani bir haber şunda yetip geldi ki mesela alaylı Belarusya'nın prezidenti Lukashenko teklif berip mundaq dedi. Mundaq depti. Men riyasetçi bolumu yoki yaraştırgıcı bolumun. Rusya prezidenti Vladimir Putin, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Belarusiyaga kelib, suhbatga o'ltirib, Ukrayna masalasini tinch yo'l bilan hal qilishni va so'zlashni, mush yo'lda suhbat qurishni taklif qilaman. Men buning riyosetchi yoki yaraştırgıch sifatida qatnashaman. Biz 3 adam, 3 devlet başlığı biz Belarusiyada yig'inachimiz deb. Bunun baş tarafdan kelgan inkaslar nima bu to'g'rida hozircha xabar yo'q. O xabarlarni ata ko'ramiz vatandoshim. Bugün siz şunu bilin ki Kamala Harris dedi ki Rusya insaniyetga qarshi jinoyat sodir qildi. Cumhur Rusya'nın yani qatilning şerikiga aylandi. Tugudimi? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ogohlantirish. Cumhur taraf Rusiyaga moddiy buyum va mulozimat bilan yordam qilmaslik lozim. Ogohlantirish. İkinci ogohlantirish josuslik shorini etib tushirdi. Bu ish ikinci qatam yuz bermasdi. Endi üçüncüsünü turgun sözlep bulduk. Michael Chess Devlet Müdafiə Ministerliğinin ikinci kol rəhbəri Tayvan'da. Hazır sözüldük. Tayvan'ın Taşqi İşlər Ministeri Vujashi
Ujavshi yaqinda Amerikaga keladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat shakoti Wendy Sherman maxfiy suhbat o'tkazdi. Bugungi vaziyat mana shu. Diqqatingiz shu bo'lsin, biz 2 kun, 3 kun saqladik dedik-ku. Davlat shakoti Jungo'ning diplomati Wang Yi bilan ko'rishimdi, suhbat o'tkazamdi. Bugun chiqargan xulosamiz, natijamiz shu bo'ldiki, ko'rishiblar. Her iki taraf bir-biriga ogohlantirish berib, bu qatorda Jungo taraf yumshoq bo'lib, Amerika keskin fikr bilan, masalan, davlat ishlar kotibi Antony Blinken keskin fikr bilan Jungoga ogohlantirish berib, bu oyoqlashdi. Oyoqlashganda Jungo diplomati Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan Myunxenda suhbat o'tkazdi degan gap o'tirg'i chiqmadi. Vatandoshlar, salomat bo'linglar. Bugunlik suhbatlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ondana Zelenskiy bu qatam Myunxenda kechiringlar. Notoq so'ziga nima dedi? Ukrainaga yordam berish, bizga qurol-yarog' kerak. Rossiya Ukraina urushida Ukraina g'alaba qilishdan boshqa uchinchi tanlash yo'q. Ukraina cho'qim g'alaba qilish kerak deb ko'rsatdi Ukrainaning prezidenti Zelenskiy bu qatam Myunxen bexatarlik yig'inida.